keladi. Lekin bilasizmi, meni hozir kim ko'ryapti? Ya'ni birinchi ayolmisiz yoki ikkinchi ayolmisiz bilmayman. Bu общий расклад bo'lgani uchun kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Shaxsiy расклад WhatsAppdan yozasizlar. Kelishi tushdi. Soat ertalabki 7 yoki kechki paytga 7 yokida 7 kun ichida bolamizni o'sha aqlingizdagi insoningiz kelishi chiqyapti. Keladi. Lekin bilasizmi, men kelganda ham oldingidek iliq suhbat yoki iliq sevgi yoki bir qayg'urish, bunaqa iliqlik bo'lmaydi, tushunyapsizmi? Bu yerda endi siz miyangizda xuddichi bir bunaqa narsa bo'lyapti-da, san kevergin, men baribir sendan alamni olaman. Shunaqa narsa chiqyapti. Nimagadir bu kartalar o'sha chuvstvangizni gapiryapti. Bu chuvstva sizga tegishli, ya'ni o'sha qizmi, ayolmi kim ko'ryapsiz, bu aqlingizdagi inson emas, sizni miyangizda bo'layotgan narsa tushdi. Xuddi bir bo'ladi-yu, alamimi keyin olaman. Shunaqa narsa bo'lyapti-da. Demakki, aqlingizdagi insoningiz joningizdan o'tkazib yuborganki, bu safar men sendan qanday qilib bo'lsa ham alamimni olaman deyapsiz. Tak. Lekin bu yerda bilasizmi, aqlingizdagi insoningiz ham podarki inson emas. Ya'ni uni xarakteri ham bilasizmi, biladi qayerda qanday xato qilyapti, qanday ayb qilyapti, qayerda nimani noto'g'ri qilyapti. Hamma narsadan xabari bor. Lekin o'zini jinnilikka solib oladigan bir xarakter, insonlarning turidan ekan, tushuntira oldimmi? Lekin ko'proq bu shu jinnilik o'zini solib yurishi faqat sizga bo'lyapti. Ya'ni sizga yoki farzandingizga ham yoki farzandingizga ham ikkalangizdan bo'lgan farzandingizgami, общий qilib aytganda o'sha faqat sizga shunday xarakterni qilyapti. Tak. Lekin bu yerda bilasizmi, ikkita ayollik pozitsiyasi chiqyapti. Siz birinchimisiz yoki ikkinchi ayolmisiz bilmayman, lekin bu yerda aqlingizdagi insonning ikkita oilasi, ya'ni ikkita ayoli bor chiqyapti. Bu yerda bilasizmi, ko'proq siz slabiyroq chiqyapsiz, ya'ni o'zingizni pozitsiyangizga tashlaysiz. Хорошо, men bu yerda variantlar tashlayman, o'zingizga ma'qulini olasiz. Bu yerda lekin siz slabiy chiqyapsiz. Shu uchun aqlingizdagi insoningiz sizdan ko'p foydalanyapti. Ha, bu bo'sh, ha, bu har bitta gapimga xo'p deydi, mendan boshqasiga keta olmaydi. Bu faqat meni yaxshi ko'radi deyapti-da. Tushunyapsizmi? Mana u o'ziga ishonyapti-da, aqlingizdagi insoningiz o'ziga ishonyapti va bu yerda sizdan ko'proq foydalanish chiqyapti. Ko'ryapsizmi? Mana sizdan foydalanish chiqyapti.